Hop, kimga qancha yer kerak edi? Mana menda yer bor. Mana shu uy egasi shuni menga yerni uyga xonadonni berdilar deb o'zlari Qozog'istonga ketib bordilar. Hop, endi bu yerni nechta puldan sotishi, qanaqa sotishi endi sizlar bilan kelishamiz endi xudo xolasa. Bu Toshkent shahar, Yangi Hayot tumani, Yangi Darxon mahallasi. 10 sotuv yer. Hozir ko'chalarni ko'ringlar-da bitta. Uydan chiqqaningizda 10 tarafga yursanglar, bu yoqda Yangi Hayot domlari ozgina yurganingizda bu chap tarafi San'atga chiqadigan joy. Mana bu chapga ko'cha bor, bu tarafi Mineral City, Sergeli tarafga chiqadigan betonkani yo'li. Hop, mana mana shu xonadonimiz 30 metr fasadli taxminan. Mana mana shu yerdan, mana mana shu joyigacha. Narxiga nima maslahat berasizlar? Kelinglar, bundoq qilinglar, 19800 qo'yinglar. Mabodo ma'qul odamlar bo'lsa, pastda o'zimni nomerimni qo'yib qo'yaman, telefonlashinglar, maslahatlashamiz. Tarqatib qo'yinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Ha, aytmoqchi, uy egasi eshitib qolmasin-u, uy betlarda yerlarning narxini sotiga 25 mingdan deyishyapti. Mabodo lokatsiyasi qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi.